Iftorlikka 15 daqiqada tayyor bo'ladigan har qanday somsani yo'lda qoldiradigan yegulik retsept. Ko'katlardan ismaloq, aysberg, ko'k piyozni to'g'rab solamiz. Eruvchan sirni ham ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Yana ham mazali bo'lishi uchun asl barakani tovuq go'shti ruletini to'g'rab solamiz. 2 qoshiq qaymoq hamda tuz solamiz, yaxshilab aralashtirib olamiz. Lavash xamirini svejisidan olib, xohishga ko'ra bo'laklarga bo'lib tayyorlab olgan nachenkamizni lavash xamiriga qo'yib, rulet shaklida o'rab olamiz. Endi alohida idishga tuxum chaqib, ustiga birozgina tuzni solamiz va yaxshilab tuxumli massani artalab olamiz. Tuxumli ruletlarimizni belab, o'rtacha olovda ozroq yog' bilan har tarafini qizartirib qovurib olamiz. Iftorlik uchun 15 daqiqada mazali yegulik retsepti tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Yog'lari bilchillab ko'ngilga tegmaydigan iftorlik uchun yengilgina salat retsepti. Bu salat bejizga trendga chiqmabdi. Tayyorlanishi oson, mazasi esa juda ham xushxo'r bo'lar ekan. Baqlajonni parak qilib to'g'rab, tuzli suvga bo'ktirib, biroz tingach, olib liskga shu ko'rinishda joylab, ustidan qirg'ichdan chiqarilgan sirni sepamiz. 180-190 gradusda pishirib olamiz. Yaxshilab sovib olgach, orqa tarafini o'girib, pergamentni ko'tarib olamiz. Baqlajon yog'da qovurilmadi, quruq bo'lib qolmasligi uchun labne tvorojniy siriga modalangan chesnokni solib aralashtirib, bir tekisda surib olamiz. Bu salatga ukrop o'zgacha ta'm beradi. Ustidan yupqa qilib kesilgan pomidorni joylab, rulet ko'rinishida o'rab olamiz. Chiroyli, mazali, yengil hazm bo'ladigan salat retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang. Bitta jo'xoriga ishlov berib, salat ta'mi shunchalik o'zgarib ketadi deysa, ishonmagan bo'lardim. Bu iftorga albatta tayyorlab ko'ring. Aysberg, pomidor, bodring, asl barakani yarim dudlangan kolbasasini shakllarini bir-biriga yaqinroq qilib to'g'rab olasiz. Mazali sous uchun esa smetana, zaytun yog'i, limon suvi hamda oregano kerak bo'ladi. Ustidan ishlov berilgan jo'xorini solasiz. Mazasi zo'r salat tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang. Obed vaqti ham bo'lib qoldi. Qorning ochib ketgandir. Ujin obed uchun mazali zo'r taom retsepti bilan bo'lishaman. Taomni ko'rsatilgan sabzavotlarni duxovkada pishirib olishdan boshlaymiz. Yumshab olgan sabzavotlarni ko'rsatilgandek qilib urib yanchib olamiz. Kotlet uchun mol go'shti qiymasiga qizil bolgarskiy, piyoz, tuz, murch, paprika, tuxum, talqon solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Uzunchoq ko'rinishda shakl berib olamiz. Ikridan-da mazali massamizni solib, tuz sepib, kotletlarimizni chiroyli qilib joylab, ustidan o'simlik yog'ini quyamiz. Yarim soat uchun pechga pishirish uchun yuboramiz. Manda Goodwell pechlari. Taomni pechdan olib, ustiga xamirni yoyib joylaymiz. Xamir retseptini esa video tagida yozib qoldiraman. Xamir ustiga tuxum surib, sedanalarni sepamiz. Qizarib olgunicha pechda pishirib olamiz. O'zimga taom mazasi shunaqa yoqdi. Sizlarga ham tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Mazali taom retsepti tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilib, yaqinlarga tayyorlab berib, like bosishni unutmang. Iftorlikka tezda tayyorlasanglar bo'ladigan mazali salat retsepti aynan shu sous bilan tayyorlang. Aysbergni olib, ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Ketidan to'g'ralgan pomidor yoki cheri. Men yaxshi ko'radigan asl barakani tovuq go'shti ruletini to'g'rab solasiz. Shu rulet menga juda ham yoqadi. Yeb ko'rganmisiz? Bitta tuxumini o'rtasidan kesib solamiz va endi sous tayyorlaymiz. Quyuqroq mayonezga soya, chesnok, tuz, murch, ozgina shakar solib aralashtirib salatimizga qo'shamiz. Salat shunaqa mazali bo'ladi, albatta tayyorlab ko'ring. Resept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang. Iftorda somsa, saharlikda esa nonushta. Lavash xamiriga tuxumni chaqib surtamiz va ustidan eriydigan sirni qirg'ichdan chiqarib sepib, ismaloqni ayamasdan solib taxlaymiz. Bu iftorda somsadek ketsa, endi saharlik uchun nonushta. Birinchi jarayonni takrorlaymiz. Endi ismaloq o'rniga yumshoqqina varyoniy kolbasani qirg'ichdan chiqarib sepamiz. Chetlarini ko'rsatilgandek qilib taxlab, to'rtburchak ko'rinishga keltirib olamiz. O'rtacha olovda tovada ikki tarafiga sariyonni suramiz va pishirib olamiz. Ikkisi birda retsepti tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilib, iftorga nima tayyorlasam ekan deb o'ylanib o'tirgan ro'zador tanishingizga videoni yuborib qo'ying. Rasulullohga oshiqlardan videoga bitta like. Madinaga kelib payg'ambarimiz alayhissalom uylarida mehmon bo'lib, ularni mehmonlarini mehmon qilishini nasib qildi. Alloh xohlasa, bu juda ham oson, sizga ham tez kunlarda nasib qilsin. O'z qo'llarim bilan ehson taomini tayyorlashga kirishib ketdim. Arablar tovuq go'shti hamda kurkuma solib tayyorlangan basmati go'shtni yaxshi ko'rib iste'mol qilishadi. Mazali, halol, sifatli bo'lgani uchun erinmasdan Toshkentdan chekbon mahsulotlarini ko'tarib keldim. Iftorga shoshib turganda tezda tayyor bo'lishi ham yoqimli. Tayyorlagan taomni konteynerga soldim u haram tomon oshiqdim. Kim uchundir bu oddiy holat bo'lishi mumkin, lekin Rasulimiz uylarida bu ishni qilish mazzada, sizga ham nasib qilsin.
Onam va yaqinlarim uchun Madinada iftorlik uchun tayyorgarlik. Keyingi Ramazonda siz ham yaqinlaringiz bilan Madinaga kelib iftorlik qilishingizni Allohdan so'rayman. Birinchi bo'lib palovxon to'rani boshladim. Madinada sariq sabzi bo'lmagani uchun Toshkentdan ko'tarib keldim. Bahor boshida Madinada bo'lganim uchun chalpak saylini shu yerda boshlab yubordim. Yumshoqini chalpak retseptini saqlab oling. Idishga tuz, tuxum, qatiq, sut, to'g'ralgan ko'kat hamda drojani solib aralashtirib, un solib xamir qilamiz. Turon Madinada ham bor ekanmi deb hayron bo'lmanglar. Buni ham Toshkentdan ko'tarib keldim. Sababi Turon bilan hamma shirinlik va pishiriqlarim o'xshab chiqadi. Qolgan xamirimni biroz tindirib, zolachalarni yasadim va ko'rsatilgandek qilib yoyib oldim. O'choqda qovurilsa mazzada yog'da qovurib oldim. Sumalak saylida cho'p yordamida aylantirishganini ko'rgan bo'lsanglar kerak. Xuddi shunaqa qilib aylantirib pishirib oldim. Bu arada iftorlikka ham ozginagina vaqt qoldi. Yetilib qaynagan zirvagimga guruch solib, oshni hojam bilan birgalikda dimlab ham oldik. Osh yoniga 2 xil salat hamda mevalardan qo'ydik. Og'iz ochar ham bo'ldi. Bir yil oldin qilgan niyatim amalga oshdi. Siz ham yaxshi niyat qiling. İftarda yeysizlar, oling qizim. İftorli deya olasizlar, maza qilib. İftarda deysizlar, issiqni yo'li patir. Bugun patirchi bola bilan bir tandir qilib yong'oqli, magizli non yapdik. Tandir yo'li duxovkada pishirsanglar ham bo'ladi, shu uchun to'liq retseptni ham beraman. Idishga tuz, issiqroq sut, droja hamda eritilgan sariyonni solamiz. Non mazali bo'lishi uchun mag'izi shirin bo'lgan turon unlarini elakdan o'tkazib solamiz. Xamirni qorib, yaxshilab mushlab oshirish uchun olib qo'yamiz. Oshgan xamirimizdan bo'laklarga bo'lib olib, qo'limiz yordamida yoyamiz. Mayizni ham yong'oqni ham eng sarasini solishga harakat qildik. Xamir ustidan yoyib, ko'rsatilgandek qilib rulet shaklida o'rab, bo'laklarga bo'lamiz va zo'lachalarni yasab olamiz. Zo'lachalarni ham 10 daqiqa tindirib olib, non yasashni boshlaymiz. Nonni chiroyli yasash ham bir san'at. O'rtasini yoyamiz, chetlarini kesamiz va ko'rsatilgandek qilib alina shaklini berib olamiz. Chakishlarni chiroyli qilib urib, endi kunjutlar bilan bezatib olamiz. Oldindan qizib turgan tandir yoki pechda pishirishni boshlaymiz. Xabaringlar bor, Ramazon oyida men Madinada bo'ldim. Patirchi boladan 20 kun oldin olib ketgan nonlarim ham sveji saqlanib turdi. Turli xil marosimlar, kundalik yeyish uchun ham zakaz qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'ling. İftarda patirchi bolani duo qilib yeylar.